Bunaqasini hali ko'rmagansiz. Orqa paneli orqali siz bilan gaplashadigan smartfon. Bu yangi Infinix Note 60 Pro va uning Matrix display paneli. Bu yerda flagmancha 144 Hz yangilanish tezligiga ega 1.5K AMOLED ekran o'rnatilgan. Orqa panelda esa bildirishnomalar, musiqa va hatto pikselli jonivorlar uchun butunlay sozlanadigan interaktiv ekran bor. Bu smartfonning ichida yangi Snapdragon 7S Gen 4 protsessori AnTutu'da 1 milliondan ko'proq ball to'playdi. Yakudzaning aytishi bo'yicha PUBG'da bemalol 90 FPS da o'ynasangiz bo'ladi. Eng asosiysi esa 6,5 mAh batareya. 90 vattlik quvvatlagichda atigi 16 daqiqada 50% gacha quvvat oladi. Sovg'a sifatida esa komplektda 30 vattli MagCharge magnitli quvvatlagich ham bor. Agar sizga qayrilgan ekran va ingichka korpus yoqadigan bo'lsa, Note Edge ga qarang. Bu dunyodagi birinchi Dimensity 7100 chipli smartfon. Juda ham ixcham, ingichka va eng asosiysi bu yerda ham 6,5 mAh batareya turibdi. Infinix yana o'rta segmentni portlatdi. O'zbekiston bu modellar sotuvga chiqqan dunyodagi birinchi davlatlardan biri bo'ldi. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Matrix panelli TX ekranmi yoki Edge? Izohlarda yozib qoldiring.